Sergeli tumanida 95 ming dollarga shunaqa zo'r uy topib qo'ydim. Ichlarini ko'rsanglar, vashti zo'r mebel texnikalari, ayniqsa oshxonalari, hollari, zallari mebellar bilan to'la ekan. Zo'r narx, zo'r joy. Lokatsiyalarni qayerda joylashganini hammasini aytib o'taman. Uning uchun siz menga obuna bo'ling. Narxlarni boshqalarga o'xshab oxirida aytmayapman, sezayotgan bo'lsanglar, boshida aytib qo'yapman. Uning uchun siz menga bitta obuna bo'lib, videoni yaqinlaringizga jo'nattirib, meni qo'llab-quvvatlab tursanglar, sizlarga arzon narxdan, zo'r lokatsiyalardan zo'r uylar topishga harakat qilaman. Obuna bo'ling, videoni yaqinlaringizga jo'nating. Sizga ham uy joy sotish kerak bo'lsa, mana shu tepada turgan nomer, meni nomerim 97 kodi bilan 422 27 75 telefon qilsangiz, borib chiroyli qilib obzor qilib, Boshpana TV, YouTube, Instagram, Telegram sahifalarimizda obunachilarimizga ko'rsatamiz va o'zingizlarning nomeringlar bilan reklama qilib beramiz. Bu xonadonni ham o'zlarining egalari nomeri, aynan pastdagi nomerlar. Bemalol telefon qilib savdolashsanglar bo'ladi. Yana kelishtirib beradilar. Kelinglar. Bismillahirrohmanirrohim. Aynan shu xonadon. Tepalarini naves qilib yopib ham qo'yibdilar. Bemalol bu yerda o'tirsangiz bo'ladi. Bola-chaqa o'ynashga, mashinalari ham bor ekan. Remontlari zo'r, darvozalari ham yaxshi, baqvat. Tepalarini yomg'ir yog'ib, mana shilta bo'lib ketmasin deb naves qilgan ekanlar. Ikkita qo'shnidan yo'q. Travertin qilingan, kafil qilingan so'killari bitta zina bilan xonadon ichiga kirib borsanglar bo'ladi. Mebel texnikalari qoladi dedilar. Bismillahirrohmanirrohim. Xonaning ichiga kirishga boshlaymiz. Xo'p, kirdik. Men bu ovozimdan tanimadingni o'chirib turamiz. Sababi YouTube bloglashi mumkin muzikani ham. Xo'p, kirishimiz bilan bu yerda hol, sirazi oshxona bu. Oshxonaning mebel texnikalarini ko'ryapsizlar. Juda ham chiroyli, o'ziga mos, xos va texnikalarni ham e'tibor beringlar, qoladi dedilar. Xonani interyer dizayniga mos ekan. Mana bu stollar ham, mebellari ham qoladi. Xo'p, ikkinchi etajga chiqish zinalari. Bu joyda birinchi qavat uchun umumiy sanuzel joylashgan. Remontlarini ko'ryapsizlar. Hamma narsa joy-joyda. Bu joyga maktab, bog'cha, hamma narsa yaqin. 351-maktab Xonoboddagi, shundoqqina orqa tarafidagi xonadon bu. Hozir hamma lokatsiyalarni qaytadan aytaman. Bu spanli. Uyga balandliklariga ham e'tibor beringlar. Juda ham past emas, balandgina. Mebel texnikalari bor. Ushbu mebellari ham qoladi, pardalarini ham mos qilishgan, tashqarida orqa hovliga chiqish eshiklari ham bor ekan. Konsertlari bor, muzdekkina bo'lib turibdi, televizorlar, hamma narsasi qoladi. Faqat o'zining shaxsiy buyumlarini olib ketishadi. Bu tarafda bo'lsa, bolalar yotoqxonasi, 2 qavatli bolalar mebellari ham bor. Bemalol ikkita farzandingiz bo'lsa, tayyor joyi bilan televizor ham qo'yib berishgan. O'zini narsa qo'yish uchun mebellari bor, karaoke aytaman desa. Va orqa tarafga qaragan o'zini havo aylanish uchun oynalari ham bor. Bu xonada ham e'tibor beringlar, har bitta xonada konditsionerlar bor. Lustralarni ham chiroylilarini, detskilarni bitta olib qo'y. Detski lustralarni qo'yib qo'yishgan. Bolajonlar maza qilib yashash uchun, hammasi bolajonlar uchun. Eshiklari ham baquvvat eshiklar. Ketdik, ikkinchi qavatga chiqamiz. Bilyardga qiziqadiganlar bo'lsa, soatlarni ham bilyardga qilib qo'yibdilar. Ketdik, ikkinchi qavatga chiqamiz. Oppoq zinalar, remontlari zo'r. Yorug'liklari ham e'tibor beringlar. Oq aboylarni tanlashgan uchun ochiq rangligi uy yorug' bo'lib turibdi. Bu ikkinchi qavat uchun umumiy sanuzel. Remontlariga e'tibor beringlar. Chiroyli remonti. Xo'p, bu tarafda zal joylashgan. Zalda ham mebel texnikalari qoladi. Bemalol bu yerda mana 4 8 10 ta odamni bemalol kutsangiz bo'ladi. Bu xonamizda ham konserv joylashgan. Chiroyli o'zini pardalari bor, patologlari qoraga kombinatsiya qilingan oq katta televizorlari ham bor ekan. Xo'p, menga to'g'risi juda ham yoqdi. Shu ko'rayotgan hamma narsalar, mebel texnikalari bilan atiga 95 ming dollar yana kelishtirib beramiz deyapti. Past egalar nomeri, manzilini ham hozir aytib o'taman. Manzili Toshkent shahri Sergeli tumani Xonobod mahallasida 351-maktabning shundoqqina yonida. Bog'cha juda ham yaqin, maktab yoningizda, hamma transport bor, metroga ham bir qadam bo'lib qolgan. Bu garderobni ekan. Bolalar, kattalar, umuman garderob xona ekan. Bemalol bu yerga shu nechta kiyimingiz bo'lsa, hammasi sig'ar ekan. Mana shu mebellarigacha qolar ekan. Xo'p, va oxirgi xonamiz. Bu yerda ham bitta yotoqxona bor. Kattalar yotoqxonasi qilib foydalansangiz ham bo'ladi. Svetlarini boshqacha rangini yoqib qo'ydim. Xo'p,
Ko'rdinglar, remontlarning hamma sharoiti bor. Bu xonadonimiz $95,000. Videoni yaqinlaringizga jo'natib qo'ying. Olsa faqat foyda qiladi, zarar qilmaydi. Narxini yana ozgina kelishtirib beraman dedilar. Ushbu ko'rib turgan barcha mebel texnikalarni hammasini tashlab ketaman dedilar. Pul zaril, siroshiy telefon qiling. Ushbu raqamlarga pastdagi nomerlar uy egalari nomeri bo'ladi. Har doim tepadagi nomer bo'lsa, meni nomerim, menga nima uchun qilishingiz mumkin? Siz ham uy joyingiz bor, sotishingiz kerak, maklerga aytdingiz, bunga aytdingiz, bunga aytdingiz, sotilmayapti. Menga telefon qiling, borib chiroyli qilib, obzor qilib, arzon narxlarda, faqat xizmat haqqimizga yetarli haq olamiz hozir. Borib chiroyli qilib, obzor qilib, uy joy sotilishiga sababchi bo'lib qolamiz. Demak, keyingi boshpanalarda shunaqa chiroyli uylarda ko'rishguncha sog' bo'lasizlar.